Assalomu alaykum, hurmatli Sadaf gruppasining a'zolari. Mana shu dachamizga er-xotinlar kerak. Bu biz yashaydigan uy. Bu polyasi, gazonlari. Bu xazanimiz turadigan uy. Xazanimiz ham juda yaxshi. Bu uy xazanimiz turadi bunda. Mana shu gazonlar ko'rsiz qilinadi. Bu yoqda baseyni bor. Gazonlarga suv ochasiz. O'sib ketsa ko'rsiz qilinadi. Xazanimiz juda zo'r. Doim pardesha qiladi ishchilarini. Bu gulzori. Erkak kishiga ham unaqa ish ko'p emas. Hamma yog'i yaxshi. Biz ishlayotgandik. Bolalarimni ko'z yoradigan, shunga biz O'zbekistonga qaytadigan bo'lib qoldik. Shunga er-xotin ishchilar kerak. Mana bu plisasiga hamma yo'lda ekib chiroyli qilib qo'yganmiz. Boshqa ish yo'q. Shularga suvni ochib hamma yo'lda ekib qo'yganmiz. Bular qulupnaylar. Mevasi pishganda terib olib kirib bersa bo'ldi. Bu yerda pomidor, baqlajon, bolgarskiy hammasini tayyor holatda. Gullari. Shu 3 etajli binoyimizda ayolim ish qiladi. Ayol kishining ishi ham unaqa ko'p emas. Kunlik uborka shu 1-etajda bor. 3-etaj, 2-etaji 2 hafta, 3 haftada bir marta tozalanadi, xolos. 2-etajda hech kim turmaydi. Bitta o'g'li va xazanda o'zi turadi, xolos. Unaqa ish ko'p darajada emas. Oyliklar vaqtida beriladi. Hech ham aldovlar bo'lmagan. Mana shu sayyorpamiz shu yerga olib kirib qo'ygan. Biz ketadigan qoldik, shu yerga ishish kerak. Hamma pokiza holatda, ish ko'p emas. Kunlik jicha ish bor, xolos.